Yaxshimisilar do'stlar, yaxshi tudinglarmi? Hayotimizda hech qachon mayli muhabbat juftimiz bo'lsin, mayli do'st birodarlarimizga bo'lsin, mayli bir qarindoshlarimiz bo'lsin. Men sensiz yashayolmayman. Sen bo'lmasang menga dunyo tamom degandek onda parangni qilmaydi-da do'stlar. Chunki bu parang yolg'on parang. Bu nima ish bu yerda bu gapni qilmaydi deganda, menga bir do'stimizdan choq meni session qilib, yo indidarlar ketib, hadi izlab sizga deydigan bir gaplarim bor işte maslahat bersangiz bishim kunjdi deganda gaplarni bak to'la izladi. Shundan bu paranglish bag'ayda nima ish bo'ldi deb paranglish bo'lsam, bu do'stimizning ahvoli menda ekanda. Bu do'stimizning dadasi kichik vaqtida 4 yoshga tugab ketganki, anandan keyin bular qo'sh kezakdiki, akufkishga. Bular aksi shu 7 yoshda aksi ma'lum bir sababdan olamdan o'tib, shu bola onachisi yolg'iz cho'ng'anki, onasi shu bolani yolg'iz beqib cho'ng'anki, bu bola cho'ng bo'lgandan keyin bu onasiniki bir qorasi bor ekan-da, shu dadasi taraflardan qolgan qora bir kichik o'yli bor ekan. Endi bu bola to'y qilibdi, cho'ng bo'lib to'y qilgandan keyin onasi shu qoraning ma'lum bir qismini setib bu bolaga hem shaharniki hem de bakkilik oliy gavdan yeridan shavchudan uyab beramizmi? Jili ko'nroq bir shavchudan bir yaxshi kichik uydan birini appagan ekan. Elib anakan to'yini qilib qo'ygan ekanda. Arada hozir 4-5 yil o'tibdi, bu bolamni ayarlagan yaxshi munosabat baliq bo'libdi. Baliq bo'lgandan keyin anasi qorada yolg'iz turadi ekanmiz. Men u qoraning men yaqinning yog'i ancha-muncha qoraga bir pul kelib qolgan bir xabarlar bor ekan, parangli. Yani bu bala bu xabarni anglagandan keyin, men shu ayolimni anglagandan keyin bu arayalishib o'ylashib, "Ma uyimiz pek kichik, balamiz tug'ildi. Apashning uyiga mishta qorasi pul kelib qolsa, biz deyilmishda qoraning kelgan pulning ma'lum bir qismiga bizga uyimizni almashtirib bersin" degan planni so'qib bular apashga deydi ekanda. Ana nima deydi endi? Ana shu endi ma'qul deb qo'ydi-da, endi bola bo'lgandan. Ma'qul deb qo'yganki, bu haqiqatan bu tez suratda ma'qul deb bir ay qolmaydi, bu shamallashib qoldi plan tarixiga. Shuning bilan bu ana qora pul bo'lgandan keyin o'ziga yaxshi bir bino uydan birini elib, qolgan pulni bu balaga beribdi. O'ziga bir bino uy olibdi ekanda. Qolgan pulni balaga beribdi. Endi bu balaga bergan pulmi ko'p emas o'xshaydi, lekin shu uydan azroq bir daraja yaxshiroq uy ilishga yetdi ekanda, lekin agar uyni olmay turib bergan bo'lsa, ham yaxshi bo'ladi ekanda bu ishlar. Shundan bu mabalning ayoli davomli so'qishdi ekan, o'sha yaqinning yog'i bak so'qishib yetibdi. Onamiz bizni hurmatlaydi ekan, bizni oldidi, bizning gapimizni hech nimaga tan qilmadi. O'z vaqtida ma'qul degan-ku. Pul tushsa mat bizga berdigan bo'lgan. O'zining o'ziga uy olgan nimasi. Az bu bergan pulni biz nima ish qilamiz? Bu 200 ming ko'p pul nimaga ketadi? deb qattiq jidal majralar bo'lib, ham bu balimi o'tirib net chiqdim, apsini qishirib berib, apsi bilan so'qish bo'ldi endi. Nima ish qilishda qilsa anda. Bu yerda hozir ish qayerga kelibdi deganda, agar shu olgan uyni setib, shu pulni biz ishlatmasak bo'ldi. Men bundoq yolg'onchilik besib olgan turmushchi deyolmayman. Ajrashib ketaylik degan kelibdi qizchaqda endi. Bu bola men bilan suhbatlashyapti, menga deb beryapti. Bunda nafaslardan, taniqlardan his qilsam, bu ayol tarafganda opam haqiqatan bizni işte aldab qo'ydi, qara. Opam işte qilib qo'ydi. Opam ayolimning yuzim to'kdi deb menga gaplarni qo'ydi. Men jiq gap so'ramadim, bir gap so'radim. Ayolingizni yaxshi ko'ramsiz dedim. Ha, yaxshi ko'rman dedi. Qanchalik darajada yaxshi ko'rsiz? Sen uni buni deyma degan men gapini kesib, shu qanchalik darajada yaxshi ko'rsansiz shuni deb beraman. Desam, ham gapni qisqartib desam, uningsiz yashayolmayman. Men u bo'lmaydi degan gapni qildi. Haqiqatan yaxshi ko'rdi ekanda. Endi men dedim, sizning bu gapingiz yolg'on dedim. Uningsiz yashay olasiz. Men sizdan ajrashib ketaman demadim, ayrilib ketaman demadim, ammo uningsiz yashayolmayman degan gap bu naydi bir tik gap bu. Yolg'on gap bu.
dedim. Onun ananikin haqitga qilibdi javob qaytarmadim-da. Chunki unda odamga nurg'un gap qilsangiz tushunmaydi-da baribir. Hamda mushu ishni menga ko'tarib chiqib sizlarga bilan suhbatlashishimdagi sabab men bu ishni bir yeyish bermoqda bu ishni. Nimishqa men u bolaga bu yolg'on gap deyman deganda biz bir masalaga diqqat qilsak, analar mush hayotimizda hammamizning onamiz bor. Analarga diqqat qilsak, bu analar ajoyib bir bu analarning bolalarga bo'lgan muhabbati ajoyib bir muhabbatki, saranglachi muhabbat deymiz-da buni. Hech qanday bir davlisiz yaxshi ko'rdi ekanda o'zining farzandini. Masalan, hammamiz anglaymiz, ko'pincha ba'zi analar o'zining bolasini gapini qilib anglab o'tirsangiz, Aşkına balası tanışıp ağınız gibi zaten. Yo, bunda siz babanız da tanışıp ağınız gibi gedek özünün balısını aşağı tasvirli bitirdi. Ameliyat 4 gün tanışsanız onun çuvala alacaklar emez. Ama analarının ağzının aşında ulug' bir balanınki sübetleri çıkıp da paranları. Demişqa deganda ananınki muhabbeti aş balası bo'lgan. Nurg'un jamiyatdagi eski bir balalarni bilamiz, hammamizning atrofimizda bor. Nayt eski. Qo'lidan xili keladigan, rahimsiz, o'g'ri, u yerga so'qishib yuradigan, shu haqni ko'ngilni aymaydigan bir eski bir turkum bolalar bor. Oshlarning opsi bilan paranglashsangizmi, bolam bunda bo'lgan bilan buning ko'ngli yaxshi deb qo'ydi. Hech qanday bir ana bolasini 100% tillamaydi. 90% yomon gapini qilib turib, eng oxirgi ajallik, mig'izlik yerini nim deb qo'ydi. Ama ko'ngli yaxshi, ko'ngil o'zi deydi. Şimdi bu yerda nimani bilib olamiz deganda, shu ana farzandi endi o'tirib poq yavassami, asli bu yemekdi. Atrofidagi do'stlari akab, "Ma tamoq degachga yavatsidi bolam." Asli bu ko'ngil. Do'stlarning oldida işte ko'ngilni qilib poq yeb qo'ydi deb har qanday bir bolaning qilgan jinoyatini ana gunohni mush baliq qo'ymay atrofi qo'yib, har qanday bir vaqtda balasını appak qog'oz bitim sip turadigan mushu onaning baliqqa bo'lgan muhabbatini jodiga bo'lamdi hamdi. Jingda bu. Safliq darajasi 100% bo'lgan muhabbat dunyoda onaning baliqqa bo'lgan muhabbati. Dadlarimiz bizdan ranjib qolsa 10 kun bir oy qaramay jiralaydi hamdi. O o'zining salohiyati bilan olib qo'yadi. Ammo ona-chi 24 soat chidamaydi. Siz işin can yiyip çıkarsanız, ameliyat sizin hata. Can yiyip çıkarsanız bu ananız hamdan hammamizga ayan 1 saat ya 2 saat ya 15 minut ishib ket. Telefon qilib bo'ldamizmi? Balamni qilma uyinib kel. Hamda bu ananing baliq bo'lgan muhabbatining safliq darajasi 100% da. Hamda abayga balaning hikoyasi qaytaydi. Abay men bilan palan qilman. Biz qo'sh kezak to'xtaydi. Mening bir akam bor dedi. 7 yosh chig'imda akamdan olamda o'tgan, anam meni yolg'iz beqib cho'nqan dedi-ku. Shu ana ma bolaga qanday muhabbat eg'ir bo'lsa, 7 yosh tugab ketgan bolasiga o'xshash muhabbat batdi-ku. Ani hozir yashayapti-ku ana. Men demoqchi bo'lganim bu bolalarning olamda o'tishiga analar qarab tura oladi deganlik emas. U analar bir farzandidan ayrilib qolgan analar o'z biladi, u qalbdagi azobni faqat ashlar o'z biladi. Lekin o'lib ketmadi-ku analar. Dünyadaki muhabbet en sap bo'lgan 100% ishonchlik muhabbatni baliq qo'ygan ana baladan ayrılsimi o'lib qolmadimi? İçinde biladi sevginishni, balasiga bo'lgan muhabbatni ichida o'z yurki bilsimi o'lib qolmadimi? Nurg'un muhabbatlar bor. Sensiz yashayolmayman. Shu ma'lum bir tatlı bir sekundlarda shu gapni chiqib qo'ydi. Men sensiz yashayolmayman. Sen bo'lsang sarang olib ketaman. Sen bo'lmasang onda olib ketaman. Tush bana. Sensiz yashayolmayman degan gapning keyiniga va'dni qitib qo'yish kerak-da, sizda haqiqiy to'g'risida. Shuning uchun sensiz yashayolmayman, u bo'lmasa nafas ololmayman degan gaplarni hayotimizda oz qilsak yaxshi hamda ko'p vaqtimizni o sensiz yashayolmayman, pensiz yashayolmayman chiqarmay. Shu biz dunyodagi butun eskilikni qilsakmi, ammo ko'ngli yaxshi demini, ko'ngil degan shu onalarimizni
davomli yo'qlab turaydi. Azimda his qilamizlarki, do'stlar, shu onalarimizning beshiga qarsak hozir tum oqib ketdi. Shaxsan mening onamning chichida tum oqib ketib qoldi-da. Ey kunlamda qap-qar chash bir chiroyli qizlar ekanda shular. Mana hozir 4 kun o'tdi. Chash boqib ketdi. Yana 4 kun yana chaqqa o'tdi. Yana tez o'tdi bu 4 kun. Aş anamızdan bir gün ayrıldığımızda, aşı bizni dünyanın eskişini qısaqmı, ah köngüldi deydiğen şu mehribandan bir gün ayrıldığımız. Nerede keskenmez adamlarga men sensiz yaşayamayman dememey bu cahanda. Anamızın bir kucaqlab, kütürep, piqat başlarını qaydırıp, oynab, bozaq qilib, gıdıqlab qıvalalsak, şu qaldı bizga. Ama axırda yana bir deb qo'ydigan ashab do'stlar, o bizning shirkatniki saloni qurildi. Bundadan salon degan yerga DDFM deb yozsanglar, bizning salon chiqadi. Göncu qilib qo'yishinglarni umid qilaman. Chunki sizlar kutmagan bir yangiliklarni pat arada mana salonga chiqarmoqchi. Rahmat sizlarga.